Birinchi sura, Sura Fotiha. Makkada nozil bo'lgan 7 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyat shafqatli va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sanlı ibodat qilamiz va sendili yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azabinga yo'liqqanlarning va ozg'onlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in.